Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qalbga orom, ruhga nur baxsh etuvchi namoz haqida so'z yuritamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu dunyo g'avg'osi ichida qalbingizga xotirjamlik kerakmi? U holda namoz sizni kutmoqda. Keling biroz vaqtni Robbimiz bilan suhbatga, ya'ni namozga ajrataylik. Hayot charchatganda, qalbingiz og'irlashganda eng go'zal panoh bu namozdir. Namoz qalbning Alloh bilan sirli suhbati. Unda so'zlar emas, hislar gapiradi. Namoz bu faqat ibodat emas, u ruhga orom, qalbga nurdir. Kim namozni mahkam tutsa, hayotiga baraka va xotirjamlik keladi. Namoz insonning gunohlaridan tozalaydi, qalbini esa nur bilan to'ldiradi. Har bir sajda Robbingga yaqinlashishdir. Unutma, sen hech qachon yolg'iz emassan. Namoz o'qib qalb yengil, chunki u barcha tashvishlarni Allohga topshirgan bo'ladi.